Nima deb o'ylaysiz? Bitta o'zbek oilasi uchun necha xonali kvartira yoki hovli yetarli bo'ladi? Izohlarda yozing, kutib qolamiz. Ungacha sizga ajoyib taklifimiz bor. Xabaringiz bor, foydali maydon degan loyihani ishga tushirdik. Bunda siz nisbatan hamyonbop va hammabop takliflarni topa olasiz. Mana ulardan biri. Agar loyihada arzon uylar berilsa, bu kvartira bu yerda nima qilyapti, deyapsizmi? Rostdan ham ushbu joy qimmatbaho va juda hashamdor ko'rinishda. Did bilan ta'mirlangan, umumiy maydoni 66,2 kvadrat metr. 8 qavatli binoning 6-qavatida joylashgan. Remontlar esa high-tech uslubida podключ holatiga keltirilgan. 6-qavatga birinchi mashinangizni hech qachon muammo bo'lmaydigan parkovkaga qo'yib, ishlab turgan liftga osongina chiqib olasiz. Balanddan ko'rinadigan manzaraga baho berib keting. Sharoitlari bekamu ko'z, sanuzelka, uголок vanna, unitaz va aristonlargacha o'rnatib qo'yilibdi. Narxini bor yo'g'i 35 ming so'rashmoqda. Egalari bilan opisaniyadagi raqamlar orqali bog'laning. Manzil qayerda deysizmi? Marg'ilon shahri, Farg'ona Marg'ilon to'g'ri yo'lida Krug yaqinida.